Boshi aylana boshlagan Usmon endi faqat juvonning labi-yu siynalarini ko'rardi. Nihoyat u chiday olmadi. Navbatdagi qadahdan keyin juvon tutib turgan shokoladga ham qaramay juvonni mahkam quchdi. So'ng shartta juvonni labiga lab bosdi. Gulshan bir lahza dovdirab, go'yoki erkakni nari surmoqchi bo'lib harakat qildi-yu, birdan bo'shashib ixtiyorini Usmonga topshirdi qo'ydi. Ehtirosga qaynoq ko'z yoshlari vohlariga to'la katta xonada yasatilgan stol, ichimliklar. Gulshan yarim yalang'och holida maykachan erkakning quchog'ida baliqdek qiltiqlanardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Navbatdagi qo'rqinchli va ehtirosli hikoyamiz e'tiboringiz markazida. Ushbu jumboqli hikoyamizni oxirigacha tinglang va bo'lib o'tgan voqealarga o'zingiz guvoh bo'ling. Eslatib o'tamiz, hikoyamizdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilyapti. Video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va videomizni oxirigacha tomosha qiling. Unday bo'lsa, biz bilan birga bo'ling. Nega keldi bu yerga? Qanday kuch boshlab keldi? Otalik hissimi yoki vijdon azobi? Biroq hozir xayol surib o'tiradigan payt emas. Hozir asosiysi qabrni topib olish. Ammo qanday topsin? Qayerdan izlasin? Kimdan so'rasin? Biroq bahri o'rtanib ketgan erkak nogoh gup etib muzday tuproqqa tiz cho'kdi va beixtiyor o'kirab yig'lab yuborar ekan iltijo ila faryod qildi. Meni kechir bolam. Hech bo'lmasa qabring qayerdaligini bilmagan nodon otangni kechir. Zamonlar o'zgarib, tadbirkorlik, ishbilarmonlik degan tushunchalar paydo bo'ldi. Xuddi shu mahallari oyoq qo'li chaqqon usta Usmonning ham ishi yurishib qoldi. U avvaliga mo'jazgina hujraday do'konda ish boshlagan edi. Bora-bora do'konni kengaytirdi, keyin mo'l qilib do'kon qurdi. Shunga yarasha daromad ham osha bordi. Tez orada Usmon ro'zg'orni butlab oldi. Dang'alama uy-joy soldi. Ikkita yengil mashina sotib oldi. Uyni erinmasdan bezab chiqdi. Go'yo endi mazza qilib yashasa bo'ladigandek edi. Ammo semizlikni qo'y ko'taradi deb to'g'ri aytishgan ekan. Birdan boyib ketgan Usmonda kibr, qo'l uchida kun ko'ruvchilarimni mensimaslik alomati paydo bo'la boshladi. Ayniqsa faqirroq mahalladoshlariga, qo'ni-qo'shnilarga bepisand nazar tashlay boshladi. Shunday kunlarning birida Usmon do'koniga nimanidir xarid qilish uchun kelgan Gulshan bilan tanishdi-yu, aqlini yo'qotdi qo'ydi. Gulshan chindan ham suluv ayol edi. Oppoq libos kiygan, koftasining uyuq yoqasidan bo'liq siynalari ko'pchib turgan bu ayol peshtaxta yoniga yaqinlashdi va qandaydir ishvali ohangda tuzukroq divan kerak edi dedi. Usmon tipirchilab qoldi. Bir o'zingizgami yo ikki kishilikmi? Juvonning ko'zlari suzilib ketdi. Tor joyga go'sht degandan bir o'zim yashasam ham ikki kishilik kengroq divan olmoqchiman. Faqat importni yumshoq bo'lsa, yotgan odam mazza qilsa. Nimaningdir isini to'ygan Usmonning ko'zlari chaqnab, gap tamom qilamiz, opajon. Juvon juda chiroyli iljayarkan, o'pkalangan ohangda shivirladi. Opa demang, okosi. Sizning kichik singlingizdan kichkinadirman. Usmon qizarib ketdi va shosha-pisha o'zini oqlashga tushdi. Albatta, singiljon, aytmoqchiman. Yaxshisi bor. Skladda adresingizni bersangiz, o'zimiz olib borib uyingizga. Usmon ikkilanib gapini davom ettira olmay qoldi. Juvon esa ma'qullab bosh irg'arkan, magaziningizda servis zo'r ekan. Agar puli ham ma'qul bo'lsa, yo kreditga ham berasizmi, dedi. Buni kelishib olarmiz. Avval tanlangchi. Juvon uzoq mulohazadan keyin bittasini tanladi. Xullas juvon manzilini aytdi. Divan ertasi kuni olib boriladigan bo'ldi. Gulshan ko'p qavatli uyning 8-qavatida 2 xonali uyda turar ekan. Usmon ikkita mardikor yigit boshchiligida divanni shu yerga olib chiqdi. Usmon atrofga sinchkov ko'z tashladi. Xonalar oddiygina, ta'mirlanmagan. Divanni torgina xobxonaga amallab joylashtirishdi. Usmon yukchilarga javob bergach, ko'tarib kelgan sumkasidan bir konyak shokolad chiqardi. Buni ko'rib juvon hayron qolganini yashirib o'tirmadi. "Iye, servisingizning bunaqasi ham bormi?" Shu yerda Usmon kichik gap qilishdan o'zini tiyib tura olmadi. Servisimiz bu bilan tugab qolmaydi. Ammo juvon
bu gapni eshitmagandek tutdi va dasturxon tuzashga unnab ketdi. Usmonning nazarida faqirona dasturxon tuzaldi. Birinchi qadahni divan uchun, ikkinchisini tanishganlar uchun ichishdi. Juvon o'zini Gulshan deb tanishtirdi. Shifoxonada hamshira bo'lib ishlar ekan. Qadahlardan keyin juvonning yuzlari yalli yona boshladi. Ichi qizib ketgan Usmon beixtiyor qo'lini juvon o'tirgan kursi orqasidan o'tkazib oldi. 4-qadahdan keyin Gulshan 2 yil burun avtomobil halokati tufayli o'lib ketganligini aytib qoldi. Yolg'iz qizi qishloqda ota-onasi bilan yasharkan. Boshi aylana boshlagan Usmon endi faqat juvonning labi-yu siynalarini ko'rardi. Nihoyat u chiday olmadi. Navbatdagi qadahdan keyin juvon tutib turgan shokoladga ham qaramay Gulshanni mahkam quchdi. So'ng shartta juvonni labiga lab bosdi. Gulshan bir lahza dovdirab go'yoki erkakni nari surmoqchi bo'lib harakat qildi-yu, birdan bo'shashib ixtiyorini Usmonga topshirdi qo'ydi. Ehtirosga qaynoq ko'z yoshlari-yu ohvohlarga to'la bir oy 40 kun bir lahzaday o'tdi ketdi. Usmon allaqachon do'konga yordamchi yollagan, ish qilib bir amallab vaqt topardi-yu, Gulshanning uyiga shoshardi. Juvon ham allaqachon ta'tilga chiqib olgan edi. Usmon Gulshanning uyini qimmatbaho narsalarga, sovg'a-salomlarga ko'mib tashlagan edi. Shunday kunlarning birida kutilmaganda Gulshan Usmonni ko'z yoshi bilan kutib oldi. Buni ko'rib Usmonning kapalagi uchdi. "Tinchlikmi jonim?" Shu savolni kutib turgan juvon Usmonning yelkasiga boshini qo'ydi va qo'ngrab yig'lab yubordi. Axiri sal yengillashib ko'z yoshlarini artib juvon dardini to'kib soldi. Bir ikkita qo'shnilarim menga barmog'ini bigiz qilib ko'rsatadigan bo'lib qoldi. Orqamdan har xil sassiq gaplar qilishdi. Bir narsa desam, biz mahallaning faollarimiz deyishadi. Ko'chaga chiqishga yuragim bezillab qoldi. Sizning mashinangizni ham tanib qolishgan. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Aslida ularning nega bunaqa qilayotganini bilaman. Men sal yaxshi kiyinib, yaxshi yeb icha boshlaganimni ko'rib turishibdi-da. Shunga ko'risha olmayapti eshamagurlar. Ayniqsa 1-2 marta mashinangizga kelganimni ko'rganlaridan keyin kuyib ketganda hayronman. Menda nima ishlari bor? Usmon o'ylanib qoldi. Juvon shikoyatni yakunladi. Ular endi meni tinch yashashimga qo'yishmaydi. Birorta uyning, birorta qizi ko'chada kim bilandir gaplashsa men aybdorimish. Yo tavba. Usmon aka, mening aybim nima? Bitta aybim sizni yaxshi ko'rganimmi? Juvon baralla yig'lab yubordi. Usmon zo'r berib Gulshanni yupata boshladi. "Qo'y jonim, shularni deb asabiylashma." Gulshan hiqillab gapida davom etdi. "Asabiylashmay bo'ladimi? Kecha 1-qavatdagi Sarva xotinning eri kechasi kelmagan ekan. Yashamagur uyalmasdan shu yerga so'rab chiqibdi. Jon-ponim chiqib ketdi. Ketaman, bu uyni yelkamni chuqur ko'rsin. Bu pastkashlar xotiningizdan suyunchi olishdan qaytmaydi. Shuning uchun ajrashganimiz ma'qul." Nihoyat Usmon bir qarorga keldi. Usmon boy edi. Pul hamisha shunday oqib keladi deb o'ylab bo'ldi, tamom dedi. Usmon, "Ertaga yo'q uyni sot, arzon bo'lsa ham mayli, men senga hovli sotib olib beraman. O'sha yerda tinchgina yashayverasan." Gulshan Usmonni mahkam quchib olar ekan, ehtiros ila shivirladi. "O'zimni Xotamtoyim." Shahar markazidan sal chetroqdan yaxshigina hovli olishdi. Gulshan nomiga rasmiylashtirdi. Ana shundan keyin Usmon bilan Gulshan bir necha hafta asal oyini ham o'tkazishgan bo'lishdi. Vaqt o'tib borardi. Gulshanning yangi uyi ish joyiga olis bo'lgani uchun haydovchi guvohnoma yengil mashina olib berdi. Undan bo'lak Gulshan telefoni, ro'zg'ori tilla taqinchoqlar hammasi Usmondan edi. Pul. Gulshan yarim yil ichida shu qadar katta pul sarflandiki, Usmon bir necha yil tinmay ter to'kish kerak edi. Farzandlari esa birpasda katta bo'lishdi qolishdi. Usmonni katta qizga sovchilar kela boshlashdi. Nihoyat tagli-tugli xonadon bilan quda bo'lishdi. To'y risoladagidek o'tish uchun Usmon borini ayamadi. Yetmagan joyga do'konning pulini ham ishlatib turdi. Dabdabali to'ydan keyin esa do'konda ba'zi bir jiddiy muammolar chiqib qoldi. Kutilmaganda kelgan tekshiruv ancha-muncha naqd pul bankka topshirilmaganligini aniqladi. Shu ishni bosti qilish uchun yana katta miqdorda pul kerak edi. Bor jamg'armasidan sof bo'lgan Usmon tanish bilishlarga yugurdi. Befoyda. Jahli chiqqan Usmon hovlisini garovga qo'yib katta miqdorda qarz oldi. Usmon do'kon mashmashasini bir amallab bostirdi. Do'kondan kunlik tushum bor edi, ammo raqobatchilar ko'paygan, bo'yningda qarz bo'lgandan keyin bitta do'konga qarab o'tirib bo'larmidi? Usmon tanish bilishlarning maslahatiga ko'ra shahardan arzon garovga olma anori sotib olib, ikkita yuk mashinasida qaydasan Rossiyaga yo'lga tushdi.
Omadni qarangki, Rossiyaning birinchi shahridayoq xaridor chiqib qoldi. Usmon og'zi qulog'ida endi ko'rsatib qo'yadi uni mensimaganlarga. Usmon bola chaqasiga gushanga sovg'a xarid qilish uchun do'konlardan biriga kirdi. U bu narsa tanlagach, olganlarni savatga joylab kassa yoniga bordi. Kassir qiz hisobladi. Usmon kassir qizga pulni uzatdi. Qiz pulni qo'lga olgach ajablanib, bir Usmonga qaradi, so'ng stol tagidagi tugmani bosdi. Shu zahoti ikkita qorovul rus yigiti yugurib keldi. Kassir pulni ularga ko'rsatib, bir nimalar deb shivirladi. Usmonning yuragi shuv etib ketdi. "Kechirasiz, biz bilan yurishingizga to'g'ri keladi", dedi qo'riqchilardan biri Usmonga murojaat qilib. Usmon noiloj qo'riqchilarga ergashdi. Qo'riqchilar zudlikda militsiya xodimlarini chaqirishdi. Pullarni bari soxta ekan. Militsiya xodimlari Usmon bilan birgalikda bozorga borishdi, ammo uning mahsulotini sotib olgan xaridorning nom nishoni yo'q. Usmon tushuntirish xati yozdi. O'sha xaridorni o'zi bilgancha ta'riflab berdi. Yurtiga sho'ppayib, ikki barmog'ini burniga tiqqudek ahvolda qaytdi. Qarz yomon narsa. Usmon hovlisini, do'konni sotib qarzini to'ladi. So'ng qolgan pulga chog'roqqina hovli sotib oldi. Pulsharni ko'rmaganiga ancha bo'lgan edi. Yuragi to'lib ketganmi, Usmonning u namoshshom mahali yo'lga tushdi. Yetib kela sola o'zining kaliti bilan hovli darvozasini ochdi. Ichkaridan sho'x musiqa va g'ir-g'ir ovozlar eshitildi. Usmon oyoq uchida uyga yaqinlashib derazadan mo'raladi. Katta xonada yasatilgan stol, ichimliklar, Gulshan yarim yalang'och holida maykachan bir erkakning quchog'ida baliqdek qiltiqlanardi. Usmon avvaliga ularning ikkovini pichoqlab tashlamoqchi bo'ldi, ammo Usmon boshi egik holda hovlidan chiqib ketar ekan, darvozani o'z kaliti bilan qulflagach, kalitini darvoza o'sha ichkariga hovliga uloqtirdi. Hovli juda tor edi. Shunga qaramay Usmon mana shu hovlini ham sotib tadbirkorlik qilmoqchi bo'ldi. Uni eshitgan xotini Sarviya dod soldi. "Yo'q, sottirmayman. Shu katalakdek uydan ham ayrilib qolamizmi endi?" Sarviya bosiq vazmin ayol edi. U hatto ko'p yillar davomida erining o'ziga xiyonat qilib yurgandan boxabari bo'lsa-da, bir kun kelib bosilib qolar degan umidda mum tishlab yurgan edi. Shu sababli keyingi paytlarda qiyinchiliklarga ham chidab yurgan edi. Ammo erining oxirgi qaroridan keyin ayolni sabr kosasiga so'nggi tomchi bo'lib tomganini his etdi. "Muncha shuncha yil, shuncha yil azob berdingiz. Bu uyda bor yo'g'im bilinmasdi sizga. Endi shu uyni ham menga ko'p ko'rgandan ko'ra borib anavi manjalaqingizga olib bergan hovlini soting. Dandali odamsiz. Ularning oldida nima degan odam bo'lamiz? Men nima qilsam senlar uchun qildim. Senlarni odamga o'xshab yashasin dedim. O'zing ham uyda topganimni yeb o'tirding-ku. Endi tiling chiqib qoldimi? Qo'lingda bir so'm topish kelmaydi, joniga tekkan bo'lsa mana katta ko'cha. Bir paytlar bir so'mim yo'q paytida ish boshlab boyib ketganman. Uyni sotaman dedimmi, demak sotaman, tamom. Vassalom, dedi Usmon. Xotin ham bosh kelmadi. Oldin meni o'ldiringda, keyin soting. Men tirik ekanman, bu uy sotilmaydi. Seni o'ldirib bo'lsa ham uyni sotaman. Usmon jahl bilan uydan chiqib ketdi. Nimagadir xotinni yomon ko'rib ketdi. Usmon biron soatdan keyin hovlisiga kirib keldi. Qozonda ovqat qaynamoqda edi. Usmon o'g'li va qizi hali maktabdan qaytmasliklarini bilar. Shu sababli u yerto'laga tushib, Usmon yerto'ladan qalamushlarga qo'ygan margumushdan ozgina olib chiqdi va qozonga shosha-pisha tashlab yubordi. So'ng qanday kelgan bo'lsa, shunday sezdirmasdan hovlidan chiqib ketdi. Falokat bir kelsa ketma-ket kelaverar ekan. O'sha kuni Usmonning kenjatoy qizi maktabdan ertaroq qaytdi. Ona unga ovqat solib berdi. Eri bilan janjallashgan bo'yish ishtahasi bo'lmagan ayolning o'zi ovqat yemadi. Qizaloq bir ko'z ovqatni yeb qo'ydi. Biron soatlardan so'ng rangi ko'karib, ko'zlari kattalashib ketgan qizaloq kuchanib o'qchiy boshladi. Keyin esa qon qusishga o'tdi. Usmon kirib kelganda hovlida qiyomat qoyim ko'pgan edi. Shifokorlar zo'r berib urmishdi, lekin qizaloqni bu ahvolda ko'rgan Usmon chidab tura olmadi. Kurab yig'lab o'zini uning ustiga tashladi. "Men qizim, men o'zim." Talatopda bu so'zlar mohiyatiga ko'pchilik e'tibor bermaganda edi. Ammo shoshilinch tarzda yetib kelgan militsiya xodimlaridan biri otaning ayanchli ahvoliga diqqat bilan razm solib turardi. U kirib yig'layotgan, yoqasini yirtayotgan Usmonni ko'tarib boshqa xonaga olib o'tishdi. Militsionerning dastlabki so'rovidan Usmon bor aybini bo'yniga oldi. Usmonni militsiya bo'linmasiga olib ketishdi. Darhol tergovchi chaqirtirdi. Adoy tomon bo'lgan qotil ota o'z ixtiyoriga ko'ra advokat xizmatidan voz kechdi. Usmon uzoq muddatga qamalib ketdi. Yillar o'tib Usmon yaxshi xulqi bois amnistiyaga olindi. Qamoqdan chiqqan so'ra u uni o'sgan yurtiga oshiqdi. Mana qabriston. Begunoh norasida qizaloq shu yerda ko'milganini biladi. Ammo qayda u qabr? Sho'rligota yig'lab siqtab qabristonda daydiydi. O'zi o'z qo'li bilan o'ldirgan qizalog'ining qabrini izlaydi.
topa olmay zor yig'ladi.